Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede size gacırız, Washington'da sözdeyimiz. Leksiyene başlaştan evvel xılas kılıp bir iki cümle sözlü biteyli. Yakından bir iki siyasi vaziyetinin özgürüşü 15. günü Çavuşan yana yadro raketa koyup verdi. Yani bunu koyup duraylı 9. ayının 12. günü 11. günleri. Çünkü Devlet Mahkemesi'nin azası Yangjechi Washington'da ziyareti oldu. Şundan keyin Prezident Trump efendi yakında özünün Beijing'e Cungonu ziyaret kıldığını kayıt kıldı. Yani şu asası kilovatımız bundan keyin 12. günü de Yangjechi Washington'da ziyarette buluvatkanda Dalai Lama Germaniyani ziyaret kıldı. Mana şundaq vaziyetle ahırda vatandaşlar Allah halasa ahırda vatandaşlar bilen birlikte tahlil edip barımız. Evvel bu mavzular asasıdaki leksiyelerge dikkat kılan hürmetli vatandaşım. Yangjechi Amerika'nı ziyaret kılıp Amerika bilen fikirleşti. Mavzulu haber 9. ayının 14. günü Amerika Ovazı'nın Xitay Til programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Washington, Beijing hazır Prezident Trump'ның 11. ayda Cungonu ziyaret kılışı dağdığılık tayyarlık kılıp atkan bir peytте. Cungo'da taşqi münasibetlerge mesul Devlet Mahkemesi'nin azası Yangjechi, haftanın 2. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet Mahkemesi'de Devlet İşler Katibi Rex Tillerson bilen sohbet ötkazdi. Xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump'ның kuyog'i Kushner efendi Cungonu ziyaret qilmaydigan bo'ldi. Muşundaq bir ahvalda Amerika Qo'shma Shtatlarının Savdo ministri Royce muşu ayının ahırda Cungonu ziyaret qilib, Jungo taraf alaqadar savdo ticaret meseleleri doğrusida Jungo taraf bilan so'zlashdi. Şundaqla Devlet İşler Katibi Rex Tillerson ve Devlet Bexatarligi maslahatchisi Mattis balkim 10. ay kirishdan burun Jungoni ziyaret qilib, Prezident Trump'ның Jungoni ziyaret qilish uchun tayyorlik qiladi. Berişkilişler ciddileşti hürmetli vatandaşım. Yangjechi Amerika'nı ziyaret qilib, Amerika bilan aloqalashdi. Aqsarayning maslahatchisi Prezident Trump'ның kuyog'i Kushner Jungonu ziyaret qilish taklifini topshirib olmagandan keyin Jungo Devlet Mahkemesi'nin azası Yangjechi Yamayka devletiga ziyaret ketib etib Washingtonga qayrilib kirdi. Bu bir diplomatiyadagi o'zicha chaqqonlik. Amerika amaldori bilan Prezident Trump'ның Jungoni ziyaret qilish ishlari to'g'risida aloqalashdi. Amerika Jungo ikki taraf o'xshashla ishdan avval Washingtonni ziyaret qilish to'g'risida bir nima demadi. Amerika Devlet Mahkemesi'nin ochiq kun tartib shuni oshkorladiki, Devlet İşler Katibi Rex Tillerson 12. günü tushdan keyin Devlet Mahkemesi Yangjechi bilan ko'rishdi. Söhbət kirishdən burun iki taraf muxbirlarning suratga tortishiga ruxsat qildi. Suratga tortishiga ruxsat qildi, lekin muxbirlarning savoliga javob qaytarmadi. Söhbətdən keyin bu qatimqi söhbətga aloqador bayonotmi e'lon qilinmadi. Bu diplomatiya sohasida bo'layotgan g'ayri bir ahvol. Hurmatli vatandoshim. Qayda bo'yicha Devlet İşler Katibi bilan söhbət elib bargandan boshqa Yangjechi Amerikadagi mezgilda Devlet Mudofaa Ministri James Mattis ve Devlet Bexatarligi maslahatchisi Mattis bilan ko'rishdi. Hatta Prezident Trump bilan ko'rishishi mumkin, lekin amaliyotda Prezident Trump qabul qilmadi. Reis mush ayning oxirida savdo tijorat masalasini Beijingga berib savdo tijorat masalasini muhokama qildi. Xabardor kishilarning oshkorlashi Yangjechi Amerika ziyareti ahırlaşkandan keyin Amerika Savdo Ministerligining münasebetlik amaldorlari Jungoni ziyaret qildi. Arqadilla Savdo Ministri Royce Beijingga yetib keldi. Prezident Trump 11. ayda Beijingni ziyaret qilganda Jungo Amerika ikki taraf savdo tijorat bo'yicha kelishim imzolaydi ekan. Savdo tijorat meselesi, savdo tengsizligini tuzitish meselesi Prezident Trump Jungoni ziyaret qilganda so'zlashadigan muhim nuqtalar ekan. Aqsaraydan chiqib ketgan Steve Bannon haftaning 2. günü Shangangda matbuot ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi.
Prezident Trump Cungoni ziyorat qilishdan burun Washington Jungoning Amerikaning aqlimilik huquqini o'g'irlash tekshirish natijalarini e'lon qildi. Yaqinda undaqda ikki taraf bir qator suhbatlar orqali ikki taraf savdosini planlaydi, dedi Steve Bannon Shanganda. İqtisad millatchiligini ta'kidlaydigan Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Amerikaning ko'plagan shirkatlarining Jungo bozoriga kirishiga yo'l qo'yib, Amerika şirketlerinin texnik ötünüp bir işki mecburlaşını toxtutish kerak. Prezident Trump Cungoni ziyorat qilgan noqtaliq masala Chavshan masalasidir. Prezident Trump'ning Osiyo ziyarati avval Yaponiyadan boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Thornton xonim haftaning 2 kuni Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetida guvohlikdan o'tganda bundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo Chavshanga embargo yurgizishni ijro qilish jihatda ko'p ishlarni qilish kerak deb umid qiladi. O bundaq ko'rsatdi. Biz Rossiya bilan Jungo hamkorlashib Chavshanga besim ishlatamiz. Agar ular harakat qilmaydi ekan, biz boshqa tadbir qo'llanamiz, dedi Susan Thornton xonim.